shunaqa Yo'q, siz tushunmayapsiz. Siz birinchi o'ringa o'zingizni topib oling. Yo'q, siz o'zingizni hamma biling. narsa joyida, faqat men shunga qoniqmayapman. Yo'q, er xotin ikkovlaring biron marta bir gaplashmagansizlar sizlar. Aloqa qilib bo'lganimizdan keyin teskari qarab yotib oladi-da. Men shu holatni tushunmayman. Bu balki mendan qoniqmayaptimi deb o'ylab qolaman. O'zi bu narsadan orgazm his qilishini erkak ta'minlab berish kerak-da. Shunda sizni bir eringiz bir quchoqlab o'pib, sizga bir shirin so'zlarni aytib, bir yaxshi ko'rib, shunday o'zi yotadi. Shu bilan bo'ldi, sizni ko'nglingizga ham qaramaydi hech narsaga. Keyin shunaqa g'or bo'lib keladigan ayollar ham bor-da. Hattoki men so'raganman, sizni eringiz biror narsa demaydimi, bironta holat desa, 5 ta 4 ta tug'ib bergan. Yo'q, men erim shunaqa narsa demaydi. Jinsiy hayotimizda hech qanaqa muammo yo'q. Men juda ham yaxshi hayotimiz deb aytadi. Hozir siz qarang-da, faqat 4 ta abort qildirganman deyapsiz. Rivojlanmagan homila tufayli dedingiz-a? Qanaqadir bir-bir bilan ochiqchasiga gaplashish kerak. Bu masalada ochiqcha gaplashmaganmiz hech ham. Lekin uni fikrini so'rab ko'rmasa oxirgi chora deb keldim. Shu xirurgik komplastikasi qilarkansiz, shuni eshitdim, shuning uchun qilib bering, yordam bering menga deb keldim. Yo'q, mana masalan, bachadon tushlar bo'lsa, shu muammolarni yaxshilash uchun meni asosiy maqsadim mana shuda. Lekin men sizni hozir ko'rganimda kresloda na qin yo'li kengaygan, na bir devorlari tushgan, na bir bachadonda tushish bor, na bir bachadonni bo'ynida muammo bor. Tim bo'lib tug'magan xotin ekansiz, ertaga tug'ishingiz kerak. Bu operatsiyani qildirganingizdan keyin qarang, to'xtab turing hozir, eshiting meni. Bu operatsiyani qildirganingizdan keyin siz ertaga kesirma bilan tug'ishingizga to'g'ri kelasiz. Shularni hammasini hisobga oling-da, menga farqi yo'q. Men sizni masalan xohlang lazer deng, xohlang tika bering deng, men tika beraman. Men shifokorlik, ayollik jihatidan men sizga aytsam, sizda hech qanaqa muammo yo'q. Bu yerda faqat muammo sizda fikrlaringizda. Siz hali eringiz biron marta sizga king deb aytmagan. Siz qanday qilib o'zingizga o'zi hukm chiqaryapsiz? Ertaga men tiktirganingizdan keyin ham eringiz sizni umuman tashlab ketmaydi deb hech kim kafolat bermaydi-ku. Agar aslida erkak yaxshi ko'radigan bo'lsa, ayolda qanday nuqson bo'lishidan qat'iy nazar yaxshi ko'radi. Bitta narsaga tushunmayman-da, nima uchun er xotinlar bir-biri bilan shu masalani bir ochiqchasiga gaplasha olmaydi? Ayol o'zidan shubhalanib yuradi, erkak o'zidan shubhalanib yuradi. O'rtaga boya shubhali holatda xotinimni nima deya yuradigan erkagi bor yoki erimni yuradigan xotini bor degan narsani o'ylab, ularni o'zi normal hayotiga dars yetkazib qo'yadi. Siz o'zi hozir asl mohiyat nimada ekanligini bilmayapsiz-ku. To'g'rimi? Siz balki eringizni o'zida ayb bordir. Bir ikkovlaring bir er xotin bir-birlaringni gaplaringni bir bilmasdan turib, ichlaringda nima gap borligini bilmasdan turib qilib bermaysizmi? Yo'q, bu yerda gap qilmaslik haqida ketmayapti. Gap bu yerda. Shunaqa Yo'q, siz tushunmayapsiz. Siz birinchi o'ringa o'zingizni topib oling. Siz o'zingizni hamma narsa joyida, faqat men shunga qoniqmayapman. Yo'q, er xotin ikkovlaring biron marta bir gaplashmagansizlar sizlar. Qanday qilib bunday narsa bo'lishi mumkin? Sizlar bir er xotin gaplashganmiz deyapman, sizga qarang. Kun bo'yi yaxshi gaplashamiz, yaxshi u hayot umuman boshqacha. Sizlarda u hayotlaring odamlarga ko'rsatadigan hayotlaring. Lekin asli hayotlaring bu yoqda bir-birlarini tushunmaysizlar-ku. Bir marta bir-biring bilan dardlashib ko'rmagansizlar, kelib menga dardingizni aytyapsiz. Uydagi er xotin munosabatsiz menga kelib aytyapti. Men vrachman. Men sizga o'z tomonlama yordam berishim, lekin sizda u muammo yo'q deb tushuntiryapman.